Agar siz 3 ta 8 qoidasiga amal qilsangiz, hayotingizda nimalar o'zgarishini bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring va Kapital Uz kanaliga obuna bo'ling. 3 ta 8 aslida bu nima? Buning mazmuni shundan iboratki, siz kunlik 24 soatingizni 3 qismga taqsimlashingiz kerak. Birinchi 8 ni o'qish yoki samarali ish uchun ajrating. Bu vaqtda siz o'z maqsadlaringiz va vazifalaringizga e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan vaqt. Ikkinchi 8 soatni esa jismonan va ruhan salomat bo'lish uchun sog'lom va to'liq uyquga ajrating. Qolgan 8 soatni esa yana 3 qismga taqsimlash kerak. Bu sizni bo'sh vaqtingizni yorqin o'tishiga yordam beradi. Uchlikni birinchi qismini siz do'stlar yoki yaqinlar bilan muloqot qilishga ajrating. Ikkinchi qismini esa tanangizga g'amxo'rlik qilish va sizga zavq bag'ishlaydigan mashg'ulotlar bilan shug'ullaning. Bu sizga jismoniy va hissiy holat o'rtasidagi muvozanatni saqlashga yordam beradi. Uchinchi qismini esa atrofdagilarga mehr, muhtojlarga yordam hamda hayotingizda ijobiy lahzalarni kashf qilishga bag'ishlang. Bu videoni do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.